savdolarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini va shabboda qurg'ur ilk safar olib ketdi gulning totini. Mana yurtimizda bahor fasli kezib yuribdi. Va albatta bahor faslida insonning ijodiy quvvati rivojlanadi va ijod qilgisi keladi. Ijodkor insonlarimiz bizga qoldirgan meroslar bular kitoblar hisoblanadi. Men juda ham ko'p asarlar o'qiganman. Shular ichida yuragimga eng yaqini O'tkir Hoshimovning Eshik ola asarlari. Qo'raman juda ham menga yaxshi ta'sir qoldirgan. Chunki undagi qahramonlar juda ham ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'lganlar. Ya'ni o'sha sovuq urushning oqibatlari ularning nevaralari, avlodlariga ham qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun mana shu kitobni qayta sevib o'qiganman. O'tkir Hoshimovdan tashqari Said Ahmadning asarlari yoki sevimli adibimiz Tohir Malikning asarlariga murojaat qilib turaman. Bu asarlarni ham sizlarga o'qishni tavsiya qilaman. Kitob faqat insonga do'st. Kitobdan yaqin do'st topa olmaysiz. Kelajakda yaxshi ishlarga, yaxshi inson bo'lishingiz ham kitobning o'rni juda ham beqiyos. Farzandlaringiz uchun ham kitoblar sovg'a qiling, chunki kitob eng yaqin do'st va eng yaxshi sovg'a hisoblanadi.